Olishni kelgan marketdan o'qilganmiz shuni olamiz hozir. Olishi ham juda bir ajoyib holatga kelgan. He's a legendary player whose talent is unquestioned. Bemalol chiqarsa bo'lsa kerak. Bilmadim. Lekin juda kuchli kartash kelgan. It's Michael Olise. Bizda Salahdan olib qo'ysam bo'ladi hozir. Shalka rasmi degan xayollar bor. Chora qilmaydi. Olib qo'ysa ham bo'ladi. Salah ham yo'q ketishi mumkin. Chunki anchadan beri o'yini ochilmayapti. Shu sababli kartashi yo'q ketish ehtimoli juda katta. Deya ko'rsatib o'ylab qolaman. Keyin bu borada Dinamikda agentini ochdim. Juda omadsiz bo'ldi. Bo'lmaydi, juda omadli ham bo'lmadi. Kubo bilan Rodrigoga faul tushdi. Xudo xohlasa agar o'xshab qolsa sezon pasini o'xshab qolsa olaman, agar o'xshamasa keyingi sezonda olaman. Bu arada ikkilanimizdan dahshat raqobat ketyapti. Eng ko'p Skibrisasini aytmayman. Chora qilmaydi. Shu dinamikda transfer agentini ancha yaxshi bo'ladi. Keyin 50-level bo'lib biz darajaga o'tdik. Akkaunt ideal holatga kelyapti. Ko'rishinglar mumkin. Xudo xohlasa ko'chlardan yig'ib turaveramiz, trenerlardan anchasini ishlatib qo'ydim o'zim. Chunki shu kerak bo'lib majbur bo'ldim ishlatib qo'yishga. Shu bugungi video shulardan iborat asosan. Hammalaringga rahmat. Meni kuzatib turganlar uchun, kanalimga obuna va like bosganlar uchun addushli rahmat. Hamma qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha